tushdingmi? O'zimni kachukchim. In questo caso dire proprio che non è una tragedia non andare a cena darsi solo tu e separarsi dire proprio che non è una tragedia mi senti O'zingga qarab yurmaysanmi? Kachukchim, bormisan? Yana sanmi? Endi mashinaga o'tdingmi? Biz ham endi o'zimiz ustimizda ishlayapmiz, harakat qilyapmiz. O'zingizga tajib ko'tarish bo'lmas? Xo'p, maqsadga o'tdi, nima qiling? Uy olib beraymi, mashinami? Yo. Uyda ham, mashina ham bo'lgansan jo'ra. Endi bu yoqqa uylantirishim kerak. Nima? Uylantirish? Hech qachon uylantirmayman. Urgan joylarni shunday qo'yam. Voy. Sizda bir gul bor ekan, bizda bir ter to'kib mehnat qiladigan yigit bor. Kuyovlar nima ish qilasiz? Shu ko'chada bizneslarim bor. Bitta. Yaxshi. Amin. Yoshlar baxtli bo'lsin. Bo'ldimi endi? To'ychi? Endi oshirib yubordim menimcha. Bugun yakshanba ekan, ishlamayotgan ekan. Voy yuragim. Ishda. Bugundan boshlab sizlarni Shodmonovlar oilasi deb e'lon qilaman. Bo'ldimi? Shashmay turqani bitta ish qoldi. Asal qizim, shakar qizim, nomod qizim men. Erka qizim, shirin so'z. Bo'ldi endi, yetar. Qayerga yetadi? Buni yeta kaka qilib qo'ysa nima qilaman? Shunaqa deyishingni bilib, mana lalaka olib kelganman. Eng oxirgi zamonaviy texnologiyalar ishlab chiqarilgan. Tegi har doim quruq turadi, allergiya ham toshirmaydi. Teng bo'lib tursuvchalik. Ushla. Bo'ldi, rachotni san bilan. Qanaqa rachot? Buni o'zi katta o'qib qolaman. Ato qilib hayotning sharobu zahrini ichdim. 2 yilda qutulib ketaman deb o'ylayapman. Kel, bu yoqqa kel. Oching! Ochib oling, nachalnik. Oching!